Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Bugun dushanba. Hurmatli ko'rmanlar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Reuters agentligining xabar qilishicha, Erkin Osiyo radiosi qaytadan tarqitish boshlaydi. Erkin Osiyo radiosi o'tgan yili radio tarqitishdan to'xtagandan keyin mazkur organning 90% ortiq xizmatchilarini ishdan bo'shatishga majbur bo'lgan edi. 15 yanvar Reuters agentligi Amerika davlat mablag'i bilan tarqitish elib boradigan Erkin Osiyo radiosining qayta tarqitishni boshlaydiganligini va oldi bilan Shimoliy Koreya uchun Koreyacha tarqitishni boshlashni planlaganligini xabar qilgan. Erkin Osiyo radiosining bosh aloqa amaldori Rohit Mahajan Reuters agentligiga bergan uchurida biz kelar hafta oxirida Shimoliy Koreya raqamlik mazmunni ishlab chiqarishni boshlashni planladik degan. Erkin Osiyo radiosi va uning tarmog'idagi radio televiziya stansiyalari Amerika parlament mablag'i bilan faoliyat olib boradigan va Amerika dunyoviy taratquv agentligi, ya'ni Amerika Global Media agentligi tomonidan nazorat qilinadigan organ. Mazkur radio tarqitishni to'xtatgandan keyin Trump hukumatidagi ishki maslahatchilar radioning ishdan to'xtatilishi Amerikaning Xitoy qatorliq diktator hukumatlar bilan bo'lgan raqobatidagi ig'ir strategik xatolik deb atagan bo'lib, bu qatim radioning qaytadan ish boshlash uchun parlament va Trumpning tasdiqidan o'tish talab qilinadigan ikki partiyalik xarajat loyihasi $643 million ekan. Erkin Osiyo radiosining bosh aloqa amaldori Rohit Mahajan Reuters agentligiga aytishicha, bu qatim qayta tarqitish boshlash uchun 2026 yillik moliya chiqimi parlament mablag'i bilan ta'minlanganligini va parlamentning yangi moliya plani yo'lga qo'yilgandan keyin qo'shimcha boshqa tildagi tarqitishning qo'shilganligini aytgan bo'lib, uning bildirishicha, oldimizda hafta oldi bilan bu radioning Koreyacha mazmun tarqitishini boshlaydiganligini, orqadan Xitoycha, Uyg'urcha, Bermicha, Tibetcha va Kantoniya tillaridagi mulozimatlarni qayta tarqitishni boshlashni planlaganligini aytgan. Kanada parlamentining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qabul qilgan dokladida Sharq Turkistonning ishg'ol qilingan va Xitoy tomonidan majburiy qo'shib olingan zamin ekanligi yer olgan. Kanada parlamentining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qabul qilgan dokladida Sharq Turkistonning Xitoy tomonidan ishg'ol qilingan va majburiy qo'shib olingan zamin ekanligi 1933 yili hamda 1944 yili ikki qatim Sharq Turkiston Jumhuriyati qurganligi doklatining 9-betida rasmiy bayonot bo'lib yer olgan. Doklatda mundaq deyilgan: Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni 1884 yili Xitoy Sharq Turkistonga tajovuz qilib, uni qo'shib olgandan buyon Uyg'urlar bilan Xitoyning har xil hukumatlari orasida bir qancha qatim to'qinish yuz berdi. Uyg'urlar qisqa vaqt ichida ikki qatim Xitoy boshqarishidan to'liq ayrilib, 1933 yildan 1934 yilgacha va 1944 yildan 1949 yilgacha ikki qatim Sharq Turkiston Jumhuriyati qurib, bu jumhuriyatlar ostida birlashdi. Ular zamonaviy tarixda rayonning yerlik musulmon aholisiga eng mos keladigan boshqarishni ifodaladi. Lekin 1949 yilga kelganda Sharq Turkiston Jumhuriyati Sovet ittifoqining yordami bilan Xitoy Kommunistik partiyasi va Xalq ozodlik armiyasi tomonidan o'tkazildi. 1955 yilga kelganda Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoniga aylandi va Uyg'urlarni bostirish, chetga qiqish va Xitoy nufusiga singdirish tadbirlari qo'llanildi. Bu munosabat bilan Kanadadagi Uyg'ur haqlarini qo'g'dash tashkilotining ijroiya direktori Mehmet To'xti Sharq Turkistonning ishg'ol qilingan zamin ekanligi Kanada hukumatining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qabul qilish haqidagi doklatidan yer ilishining ahamiyati haqida to'xtalib mundaq deydi. Kanada parlamentining irqiy qirg'inchilik, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qabul qilish qarorida Sharqiy Turkistonning invasion, ya'ni besilingan zamin, besilingandan annexation, Xitoy tomonidan yutib olingan zamin ekanligidek xalqaro qonunda aniq ta'riflangan, ya'ni xalqaro qonunda besib olish degan, qandoq yutib olish degan, qandoq aniq ta'riflangan. Shundaq ikki xil qonuniy atalg'i bilan Sharqiy Turkistonning salohiyatini sharhlagan. Bu bir tarixiy hujjat hamda. Chunki yillardan buyon bizning Sharqiy Turkistondagi tashkilotlarning orzularining birisi chet el davlat parlamentlarida Sharqiy Turkistonning besilingan zamin ekanligini qabul qildirish. Mushundaq bir g'oya Sharqiy Turkistonga munosabatli tashkilotlarning hammasining
ortak hizmet nişanı bulup gelgen. Kanada parlamenti birinci olup irqiy qirg'inchilikni qabul qilish bilan birga shuning qo'shilibla Sharqiy Turkistonning besivilingan va besivilingandan keyin yutivilingan zamin ekanligi Sharqiy Turkistonning 1949-yilgi Xitoyning tarafidan yutivilishdan burun ikki qatim 1933 va 1944da Cumhuriyet qurganligi, Cumhuriyet ismining Sharqiy Turkiston bo'lganligi rasmiy Kanada parlamentining rasmiy hujjatlarida turibdi. Şunlaşqa bu tarixiy hujjat, tarixiy e'tirof qilinish Sharqiy Turkiston da'vosi nuqtasini aytganda, tugun har qanday bir xalqaro so'rovlarda bir qo'limizni kuchlantiradigan bir paket. Sharqiy Turkistonning da'vosining chet ellarda qo'lga keltirgan cho'ng natijalarining birisi desak bo'ladi. Londonda Xitoyning mega elchixona qurishiga qarshi keng ko'lamli birlashma namoyish o'tkazildi. Angliya poytaxti Londonda 17 yanvar shanba kuni Angliya hukumatı Xitoyning Londonda quradigan Yevropadagi eng chong elchixonasini tasdiqlash yoki to'sish haqida qaror chiqarishdan burun Xitoyning bu elchixona qurish planiga qarshi Angliyadagi o'qituvchilar, Hongkongliklar, Uyg'urlar, Tibetlar va angliyaliklar keng ko'lamli birlashma namoyish o'tkazdi. Mazkur namoyishda so'z qilgan Angliya parlamenti Konservativlar partiyasining rahbari Kemi Badenoch Emgekçiler Partiyasi hukumatini bu planni rad qilishga chaqirib, Xitoy hukumatini Angliya parlament a'zolariga besim qilgan va jazolagan, Xitoy bilan munosabatlik Angliya fuqarolariga tahdid qilgan deganni o'tirib qo'yib, biz Xitoyning tahdidlariga qarshi turishimiz kerakligini bilamiz. Meni andishiga soldigani shuki, hozir bizning Xitoydan qo'rqadigan bir hukumatimiz bor deb mavjud hukumatni tanqid qilgan. Bu namoyishda Angliya parlamentidagi har qaysi o'qituvchi partiyalarining siyosatchilari namoyishda so'z qilib, Angliya hukumatini Xitoyning elchixona qurilishini tasdiqlamaslikka chaqiriq qilgan. Necha yillik kechikish, Angliyadagi kishilik huquq tashkilotlari va xalqning qarshiligi, qonuniy raqobatlardan keyin hukumat 20 yanvar seshanba kuni Xitoyning Yevropadagi eng chong elchixonasining qurilish planini tasdiqlash yoki tasdiqlamaslikni qaror qilish uchun oxirgi vaqt qilib belgilagan bo'lib, hukumatning bu qurilishni tasdiqlash haqidagi qaror chiqarishning yuqoriligi mo'ljallanmoqda. Xitoy hukumatı bu haqda mazkur elchixona qurilishini tasdiqlashning 7 yildan beri kechiktirilganligidan shikoyat qilib, Angliyaning bu ishni doim murakkablashtirib, siyosiylashtirayotganligini aytgan bo'lib, Angliya bosh ministri Keir Starmer davlat bexatarligini qo'g'dashda suhbatlashishga bo'lmaydigan bo'lsa-mu, Angliyaning Osiyodagi cho'ng davlat bilan diplomatik suhbat va hamkorlikni davomlashtirish kerakligini ta'kidlagan va bu Angliyadagi o'qituvchilar, kishilik huquq tashkilotlari, siyosiy faoliyatchilarni andishiga solgan. Qarshi turg'uvchilarning aytishicha, Londonning pul muomala rayoni va muhim sonliq ma'lumot tizimlariga yaqin bo'lgan 20 ming kvadrat metrlik bu Xitoy elchixonasi binosi josuslik va surgindagi o'qituvchilarni nazorat qilish va qo'rqitish uchun baza sifatida ishlatildi deb qarmoqda. Angliyaning axborot va bexatarlik organlari Xitoyning josuslik faoliyatlari to'g'risida bir qator ogohlantirishlarni chiqargan bo'lib, noyabrda Angliya ishki axborot organi parlament a'zolarini Xitoyning Angliyada nishonliq va keng ko'lamda faoliyat olib berayotganligidan ogohlantirgan. Axborot organining bir qismi bo'lgan Angliya davlatlik tor bexatarlik markazining sobiq boshlig'i Ciaran Martin Angliya hukumatini bu qurilishning bexatarlik ekanligi haqida ogohlantirgan. Bu namoyishga Dunyo Uyg'ur qurultiyining Angliyadagi vakili ve Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtat tashkilotining raisi Rayma Mahmud xonim bilan Angliyadagi bir qism Uyg'urlar qatnashgan bo'lib, Rayma Mahmud namoyishda so'z qilib, munolarni o'ttirib qo'ygan. Men bugun bu yerda faqat bir faoliyatchi sifatida emas, balki Xitoy davlatining soyasi ostida yashashning nima ekanligini biladigan bir Uyg'ur ayol sifatida so'zlayapman. Bu soya vatanimdan meni surgunga olib keldi. Xalqimni qirg'inchilikqa, kollektiv qamoqqa, majburiy emgakka, majburiy tutib turishga mahkum qilish orqali madaniyatimiz, e'tiqodimiz va tilimizni yo'qotish orqali agashdi. Oilam bilan aloqam uzilib qoldi. Faqat men bu yerda so'z qilganligim uchun ular jazolandi, g'oyib qilindi. Hozir bu soya taxmin cho'ngish xavfiga duch keldi va dal Londonda Xitoyning bu cho'ng elchixonasi faqat bir bino emas, bizga o'xshash jamiyatlar uchun u nazorat qilish, qo'rqitish va qo'rqinchni ifodalaydi. Biz buni tajribalarimizdan bilamiz. Xitoy davlati qayerda ta'sir doirasini kengaytsa, chegara halqib chet ellarga bexatar demokratik boshliqlarga bostirish elib keladi. Bu bir tasavvur emas, balki bir reallik. Uyg'urlar, Hongkongliklar, Tibetliklar, Xitoy o'qituvchilari va boshqalar Angliya zaminida bo'zaq qilish, nazorat qilish va tahdidlarga uchragan. Bu cho'ng elchixonani tasdiqlash qo'rqinchli bir uchurni yetkazadi. U bo'lsa-mu bizning bexatarligimiz oldida iqtisodiy manfaat insonlarning hayotidan muhim.
Bu münasebet bilan stansimizning ziyoratini qabul qilgan Rayima Mahmud xonim mazkur namoyish haqida ma'lumot berib, munolarni bildirdi. Bu namoyishning asosiy mazmun hammasidan xabaringiz bor. Biz bo'libmi Uyg'urlarning boshqa hamma Hong Kongliklar, Tibetliklar, Uyg'urlar uchun bu elchixonaningki ruxsat berilishi bermasligi bu bir cho'ng bir simbolik. Gerçi davlatning bexatarligi, ya'ni chira otlagan nima bostirish. Chunki bir elchixon qanchalik cho'ng bo'lgan sir ularningki kelib bu yerda ishlaydigan xodimlarimiz ko'p bo'ldi. Uning ustiga bu shaharningki eng qalbi, ya'ni eng markazida. Shuning uchun bu yerda bizningki asosliq da'vatqanimiz shu Uyg'urlar hozir qirg'inchilik bo'lganini Angliya parlamentdan qabul qilingan Uyg'ur sud mishadi bo'lganki bu hukumat Xitoy hukumatiningki Uyg'urlarga o'tkazayotgan ig'ir jinoyat, ya'ni qirg'inchilik jinoyatini bilib turib bu elchixonga yo'l qo'ysa, ya'ni ruxsatni bersa, xuddi bu inson haqlari hech qanday muhim emas, faqatlam sudninki birinchi o'rinda turganligi ashuni isbotlaydi va Uyg'urlarga bo'lgan bir haqorat, ya'ni Uyg'ur biz shunday bir ig'ir yillarning izi bo'libmi, oldingi 8-9 yilning izi Xitoy hukumatiningki Uyg'urlarga o'tkazayotgan bu jinoyatga ko'z yumgan bo'ldi. Hamda bu yerdagi chegara otlagan bostirish bizni texmo chet elda kontrol qilish, Angliyada Uyg'ur qarindoshlarimizninki erkinligini bo'g'ish va bu yerda erkin bir namoyishlarga chiqish, erkin so'zlash degandek har jihatdan bu bizga ta'sir yetkazdi degan shuni asos qilib so'zladim nutqimda. Hürmetli ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sunduq. Keyingi qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.